Doktor, 2 yil bo'ldi ayolimga xohish pasayib ketgan. Avvallari kuniga 1 marta, haftasiga kamida 4-5 marta bo'lardik. Hozir xohishim juda kamayib ketgan. Lekin jins holat turishida muammo yo'q deb yozib qoldirishibdi. Albatta, mana shu savolga ham hozir javob berib o'tamiz va buni sabablarini ham boshqasini ham tushuntiramiz. Qarang. Birinchi navbatda bu gormonal o'zgarishdan bo'lishi mumkin. Ya'ni testosteron tushib ketadi, estradiol oshib ketadi, prolaktin oshib ketishidan bo'lishi mumkin. Bu holatga nima sababchi bo'lishi mumkin? Birinchisi stress, depressiya, surunkali charchoq. Bular testosteronni kamaytirib yuboradi. Keyingisi vaqtida uxlamaslik. Ya'ni ko'pchilik telefonda o'tiradi, kompyuter ko'radi, boshqa ko'radi, uxlamaydi. Soat 12, 1, 2 gacha o'tirishadi. Bunaqa bemorlar ham juda ko'p. Ko'pchilikda testosteron pasayib ketgan. Shuning uchun soat 10, uzog'i 10:30 gacha uxlagan bo'lishingiz kerak. Shunda sizda testosteron zo'r bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Biza uxlagan paytimiz testosteronimiz ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni kechki 10 dan mana shu tongi 3 gacha testosteron va bizning mana shu gormonlarimiz pikka chiqqan vaqti bo'ladi. Shuning uchun uxlang vaqtida. Testosteron ishlab chiqariladigan vaqtda siz uxlamay internetga ko'rib o'tirsangiz, testosteroningiz kamayib boraveradi. Buni sizdan chiqazmang. Keyingisi kam harakat hayot tarzi. Albatta, mana shu kam harakat hayot tarzi ham kichik chanoq a'zolarida qon aylanishini pasaytiradi, moyakda ham qon aylanishi pasayadi va testosteron kamayib ketadi. Jins holat turishida muammolar bo'ladi. Buni ham esdan chiqazmang. Albatta, bu holat ham sizni mana shu xohishni pasayib ketishiga, turishiga ta'sir qilishi mumkin. Keyingisi albatta sport bilan shug'ullanmaslik. Albatta, jismoniy harakat juda zarur. Va eng ko'p uchraydigan sabablardan biri albatta bu semizlik. Ortiqcha vazn erkaklarda ayollik gormonni oshirib yuboradi. Bu qanday sodir bo'ladi? Mana qorni bor erkak, bunda yog' bor. Mayaklarda testosteron ishlab chiqiladi. Qon orqali yuridi, testosteron funksiyasini bajarib. Endi qarang, mana shu yog' ichidan testosteron o'tgan payti testosteronni aromataza fermenti yordamida testosteronni ayollik gormoniga o'tkazib yuboradi. Sizda qanchalik ko'p testosteron olaversangiz ham bu erkaklik gormoni ayollik gormoniga o'tib ketaveradi. Testosteron kamayadi, estradiol oshib ketadi. Sizda nima bo'ladi keyin? Xohish pasayib ketadi, jins aloqa yoqmaydi, turmaydi va bir narsani esingizdan chiqazmang, ichish chekish ham ko'pincha piva. Mana shu ham estradiolni oshirib yuboradi. Bu hammasi testosteronni pasaytirib, estradiolni oshirib, prolaktinni oshirib yuboradi. Prolaktin ham oshib ketsa xohish pasayib ketadi. Keyingisi bu er-xotin o'rtasidagi muammolar, ya'ni kelishmovchiliklar. Ayolining doim injiqligi, ayoli doim eridan nimadir kutishi yoki doim eridan nolishi, eriga hurmatsizlik, eriga gap qaytarish, eri bilan tikkasiga gap aytishish, gap talashish, jinsiy aloqa payti qo'pol gaplarni aytish yoki bo'lmasa qo'pol harakatlarni qilib qo'yish, bu ham erni ayoldan sovishiga, xohishni pasayishiga olib keladi. Bu birdaniga bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan kamayib keladi. Va yana bitta narsani esingizdan chiqazmang, hurmatli ayollar. Eringizni sizdan ko'nglini sovishiga olib keladigan narsa eringizni boshqasi bilan taqqoslash. Mana shu holat ham sizdan sovib borishiga olib keladi va jins aloqa ham hayotingizda kamayib boradi. Kamayib borgandan keyin sizda ham muammolar bo'la boshlaydi. Va eringiz nima qiladi? Sizdan ko'ngli sovidi, aloqaga xohish kamayib ketdi. Keyin ko'chada kimdir bunga yaxshi gap aytib qolsa, tamom, eringiz katta endi shunga qarab. Ya'ni mana shundan keyin o'rtangizda xiyonat boshlanadi. Ya'ni eringiz boshqasini topadi, unga yaxshi gapiradiganni, yaxshi muomala qiladiganni, unga qichqirmaydigan, unga yaxshi gap aytadigan, undan hamma vaqt bir narsa kutadigan emas, yaxshi muomala qiladiganni topadi. Siz bilan faqat bolalar uchun yashaydi. Menimcha sizga bu narsa kerak emas, to'g'rimi? Shuning uchun eringizni asrang. Eringizni yaxshi kutib oling ishdan kelgan payt. Mazali, kuchli ovqatlarni pishirib bering eringizga. Erkaklar, sizlarga maslahatim, sport bilan shug'ullaning, sog'lom turmush tarzini qiling, vaqtida uxlang, harakatda bo'ling. Sizlarga eng zo'r maslahatim, Kegel mashqini qiling. Bu kichik chanoq a'zosida qon aylanishini yaxshilaydi. Gormonal fonni normallashga yordam beradi. Dukkakli mahsulotlarni, baliq mahsulotlarini ko'proq iste'mol qiling. Agar sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, vaqt o'tkazmasdan androlog ko'rigiga kelishingiz mumkin. Albatta buni sababini topamiz, xudo xolasa davolaymiz va siz muammongizdan xalos bo'lasiz. Menimcha bugungi videorolikimiz sizlarga
yoqdi degan, foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Aytgancha, bizda onlayn konsultatsiya ham bor. Agar siz uzoqda bo'lsangiz, men bilasizmi, Xorazmda ishlayman. Xorazmda uzoqda bo'lsangiz yoki boshqa chet davlatda bo'lsangiz ham onlayn konsultatsiyamiz bor. Buning uchun pastda nomerlar qoldiramiz. Mana shu nomerlarga operatorimizga onlayn konsultatsiya deb yozib qoldirishingiz mumkin. Sizga batafsil ma'lumotlarni tashab berishadi. Yana bitta narsa, ko'pchilik mana 5 ga 1 dan qutula olmay yurishadi. 5 ga 1 dan qutulgandan keyin bundan tiklanish jarayoni bor. Jinsiy quvvatni tiklash uchun, ereksiyani zo'r qilish uchun nima qilishni bilishmaydi. Buning uchun ham zo'r darslik tayyorlaganmiz. Onlayn darslik, ya'ni mini darslik deb yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Mana shu nomerga Telegramdan mini darslik deb qoldiring, 10 ming so'm evaziga. 10 ming so'm evaziga sizlarga bu darslikni tashlab beradi operatorim. Lekin biling, mana shu mini darslikning ichida $100 ma'lumot bor. Va siz 3 oy o'tida jinsiy quvvatingizni yaxshilaysiz, 5 ga 1 dan qutulganingizdan keyin bundan tiklanish jarayoni tezlashadi va testosteroningiz ham zo'r bo'ladi. Albatta, o'tib operatorimga tezroq yozing. Mini darslik 10 ming so'm evaziga. Menimcha 10 ming so'm hech narsa emas. Lekin ichidagi ma'lumot mini darslikni $100 dan ham qimmat. Hammangizga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.